hozir davramizga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Qo'yingki unvon nima bo'libdi? Ajoyib inson, xushovoz xonanda. O'zimiz akaxonimiz Oxunjon aka Madiriyevni davraga taklif qilsam. Oxunjon aka marhamat, davramizga kelib chiroyli dil so'zlaringizni, yaxshi tilaklaringizni o'z nomingizdan, xatga savolaringiz nomlaridan mana shu yoshga izhor etasiz degan umiddamiz. Marhaba. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar shu xonadonga. Shu O'lmasbek bilan kelinimiz baxtli bo'lsin, qo'sha qarishsin. Iloyim Xudo o'g'illarni, qizlarni bersin. Mana bugun bu yerda juda ham san'atchilar, ayniqsa Toshkentdan kelgan mehmonlarimiz ko'pchilik, ashulachilar ko'p, bizni qo'shiqlarni ko'p eshitgansizlar. Shu oltariqli san'atkorlar nomidan ham Ro'zmat akam degan akam kelgan. Shu akamiz bizni o'rnimizga bitta ashula aytib bersa, bu yerda mana Toshkentda yana Dilfuzaxon, Shahloxon singlimiz, yana juda ko'p, bu yerda biz bilgan bilmagan juda ko'p san'atchilar bor. Bir boshdan hammalari aytib berishadi. Baxtli bo'linglar, sog' bo'linglar, rahmat. Oxunjon aka, menda bitta taklif bor. Sizni bir ustoz san'atkor deb bilamiz. Ro'zmat akam ajoyib insonlar, bir yaxshi qo'shiq kuylasalarda siz davramizda bir chiroyli o'ynayversangiz. Bugun axir ikkinchi to'y bo'lyapti. Marhamat. Oxunjon marhamat. Bitta qo'shiq o'yinga shu berasiz. Marhamat.